Pikachu, Pikachu. Tasavvur qiling, kichkinaligida hasharotlar yig'ib yurgan kichkinagina bitta bola butun dunyoni vaqt kelib hayron qoldirishi mumkinmi? Mumkin. Bugun 28-avgust va 1965-yilda Yaponiyada tug'ilgan Satoshi Tajiri degan inson kichkinaligida hasharotlar yig'ib yurgan bir kichkinagina bola vaqt o'tgandan keyin butun dunyoni mana shunaqa o'zini fantaziyasi bilan qoyil qoldirib, dunyoga o'sha biza bilgan va tanigan Pokemonlarni kelishiga sababchi bo'lgan. Men hozirgacha esimda o'sha paytda 30-kanal bo'lardi. O'shanda maktabdan kelganimdan keyin mana shu Pokemon qahramonlarini, multfilmlarini kutib o'tirardik. Meni eng yaxshi ko'rgan Pokemonlarimdan bittasi bu albatta Pikachu bo'lgan. Bu bilan nima demoqchiman? Farzandlarimizga qarashimiz kerak. Ularning qiziqishlari agar oddiy narsalarda bo'lsa, qo'y bu narsani nima qilasan demasdan, mana shunaqa hozirgi video qahramoniga o'xshab bu farzandlarimizga yo'l ochib berishimiz kerak deb o'ylaymiz. Pikachu mana shu Pokemon qahramonlari haligacha ommani qiziqtirishdan haligacha to'xtagani yo'q. Juda ham qiziqman. Yoshligimga bugun qaytgandek bo'ldim va mana shu dasturni, mana shu multfilmni, mana shu o'yinni yaratgan Satoshi Tajiri degan insonni men tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'yaman. Bu inson bilishimiz uchun bugun 61 yoshga kiribdi. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.